Odam ashi zerikib ketdi-yu, mana bu darslar ham jonga tegib ketdi. Gapirma ashi. Ketdi, bir kompyuterxonaga bormaymizmi? Ketdi? Davay. Davay. Ha, bolalar, nimani rejalashtiryapsizlar? Kompyuterxonaga ketamiz, sen ham borasanmi? G'alati emasmi? Darsga chalindi-yu, kirmaysizmi darsga? Qanaqa dars? O'qib olim bo'larmiding? Ketdi. Mayli, ketdi. Ketdi bo'lmasa. Ketdi. Asl o'rta yur bolalar bilan kompyuterxonaga kompyuter o'ynaymiz. Bu kitobni tugatmasam bo'lmaydi bugun. Qo'ysangchi kitobingni keyin o'qiysan. Qiziq joyiga kelib qolganman-da, tugatmasam bo'lmaydi. Na, mayli, o'zing bilasan bo'lsa, men ketdim. Darsam tugadi, ketdi, uyga ketmaymisanmi? Mani ishlarim bor, o'zlaring ketaverlaring. Yana kitobni? Nuqul kitob o'qiganing nima foyda senga shundan? Sanlar kitobni bilmaysanlar. Kitob o'qigan odam nutqi rivojlanadi. Kitob insonning eng yaxshi do'sti hisoblanadi. Men kitob o'qiyman desam boru, bitta kitobni bir kunda ham tugataveraman. Men prosta hafsala yo'q-da. Bo'ldi bo'lmasa Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar kitobini o'qishdan o'ynaymiz. Oxiri o'qib bo'lgan abed olib beradi. Bo'ldi, kelishdik bo'lmasa. Mana bu so'zlar bo'ladimi? Bo'ladi. Sallanmi? Sallanmi ketishiraman. Bosit o'tirishlar boshqacha-yu. O'tirgin kelsa mana joy bor, o'tir. O'sha gap bo'ldi. Odam zerikish boshladi. Nima qilamiz? Voy, sen zerikib yurarkansan-da, nima plan bormi? Bor plan nima-yu? Qarochi bugun kechib payt diskotekaga boramiz. Bo'ldi, borsak boraveramiz. Bolalar, lekin men diskotekaga umuman bormaganman. Qandoq bo'lar ekan? Nima deganing bu, qandoq bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi, zo'r. O'tiraman, o'zimiz senga o'rgatib qo'yamiz. Bo'ldi, bo'lmasa kechki payt ko'rishamiz. Bo'ldi, davay. Bo'ldi, ketdi bo'lmasa. Shahriyor bolam, nonga chiqib kelgan, uyda non qolmabdi. Hozir oyim mana shu joyni tugatib oling. Ha, tezroq bo'lganda tugab qolmasin. Bo'ldi, xo'p. Haqiqatan ham kitob zo'rmas ekan. Voy, diskotekadan chiqqanimizcha qorlam yog'yapti-yu. Ha, diskoteka zo'r joy ekan. Oldin kelmagan edim. Maza qildim lekin. Dedimi o'rtoq, biz bilan yursang kam bo'lmaysanmi? Endi ertaga xatga boramiz, bolalar. Yo'q qopdi-yu, bosit bolaga. Ayyo, vaqti yoqibdi lekin.